Gap ayollarimizni ojizlashib ketayotganida emas, yoki ayollarimizni o'ta peshqadam bo'lib ketayotganida emasda. Ya'ni ayollarimizni o'zgarishini asosiy sababi men o'ylaymanki, judayam ko'p narsa talab qilinishida. Ya'ni o'zingiz tasavvur qiling, 20 yoshida yoki 21 yoshida turmushga chiqqan go'dak hali qizda boshqa oilaga kirib moslashib, erni oilasiga, yot oilaga moslashib ulgurmasidan u homilador bo'lishi kerak. U toksikoz bo'ladimi, bo'lmaydimi, shu oilani hamma oila a'zosiga yoqish kerak. Hammani ko'nglini ola olish kerak. Shu bir paytda o'zida turmush o'rtog'iga ma'shuqa bo'la olish kerak, ya'ni jozibali ma'shuqa bo'la olish kerak. Yana hech qancha davr o'tmay, 9 oy muddat o'tmay u homilani dunyoga keltirib ona bo'ladi. Ona bo'lganda ham bolasini eplash kerak, ham ro'zg'orda eplash kerak, ham turmush o'rtog'iga yoqadigan ayol bo'lish kerak, ham qayna-qaynotani xizmatini uddasidan o'tib qo'yish kerak. Bir paytda o'zida u qaloq bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni turmush o'rtoq undan hafsalasi sovmasligi uchun u quvnoq bo'lib berish kerak bir paytda o'zida. Kechasi bilan turmush o'rtog'i xizmatini, chaqalog'ini xizmatini-da qilish kerak. Kunduzi bilan qayna-qaynotani rozi qilish kerak. Bu tasavvur qilyapsizlarmi? Bizda ayollarda kimdir yoki nimadir bo'lib ketayotganida emas gap. Gap oddiygina ojiza deb bilgan ayollarimizga katta ustama yuklayotganimizda. Tasavvur qilyapsizlarmi? Qanday bu ayollar, bunaqa ayollar qanday buyuk shaxslar dunyoga keltirishi mumkin? Qanaqa qilib sevgida turmush o'rtog'ini oldida ko'zlari yonib tura olishi mumkin? Qanday qilib?